So'zga e'tiborsizlik Alloh taologa, e'tiqodga, diniy ta'limotlarga tegishli so'z va gaplarni e'tiborsizlik qilib, buzib gapirish ham katta ofatdir. Bunda kufr, shirk va gunoh bo'ladigan gaplar aytilib qolishi mumkin. Insonlarning ko'p so'zlari ulamolar nazdida kufrdir. Masalan, Allohning ismlarining birortasini, yo uning buyrug'ini, yo va'dasini, yoki tahdidini masxara qilish kufrga olib boradi. Yana ayrim so'zlar borki, ular aniq kufr kalimasi bo'lmasa-da, o'zi harom sanalib, aytgan kishi kofir bo'lib qolish ehtimoli bor. Masalan, bir kishiga taomni o'ng qo'lingda ye, bu sunnat deyilsa, sunnat bo'lsa ham o'ng qo'lda yemayman deyish kabi. Musulmonlarga qarata dinsiz, iymonsiz, e'tiqodsiz, sen fojirsan, fosiqsan, munofiqsan deyish tufayli ham kishi iymoniga zavol yetib qolishi mumkin. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عبدا قل ما شاء الله وحده. رواه النسائي. ابن عباس رضي الله عنهما روايات qilinadi. Bir odam kelib Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ba'zi ishlar haqida gapirib, Alloh va siz istasangiz dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sen meni Allohga teng qilib qo'yding-ku, Allohning yolg'iz o'zi istasa degin, dedilar. Nasai rivoyat qilgan.